Assalomu alaykum vatandoshlar. Xudo xolasa mana 4.200.000 so'mdan olgan qo'chqorlarimiz ikkinchi oyda tugatayotgan vaqtidagi holatlari, semizliklari. Bu qo'chqorlarni qanday boqyapmiz, nima beryapmiz desa, silioz beryapmiz. Ertalabda silioz beriladi. Abetiga kechki ovqatiga mana drabilkadan somon bilan mosh pirasining chiqarilgan holatida, bunday bo'lib chiqqan holatida berilyapti akalar. Kechkisiga qo'ylarni kechkisi bunday mosh qipig'ini olganmiz akalar. Buning ichida moshi ham bor, keyin yog'li o'tgan, juda zo'r foyda beryapti qo'ylarga. Makkasi, bug'doyi hammasini bittada chiqarib, bittada aralashma qilib berilyapti. Drabilkadan chiqarilib. Bu bizning drabilkamiz. Ishlash jarayoni. Shamol jarayonlarda ham, shamol bo'lganda ham, shabadada ham bemalol ishlasa bo'ladigan qilib oldik. Ustini chang, hamma joyimiz chang bo'lib ketayotgani uchun ustini yopib olib, drabilkadan chiqarilyapti. Mana akalar, shamol bizda. Mashavalni bemalol drabilka chiqaryapmiz. Akalar, mana. Chiqayotgan dona, xashagi, doni hammasi eng zo'r variantda bo'ladi. Drabilkalarimizga keladigan bo'lsak, universal 220 da ishlaydi. O'zining avtomat gulchatorlari, reylesi bo'ladi. Maxaviga Jiguli maxavik 28 ta pichoqli bo'ladi. Materiali eng qalin materialdan chiqarilgan bo'ladi. So'tali maykani chiqaradi, xashakni hamma narsani bemalol chiqarib oladi. To'yk tanlamaydi, past to'yk, любой to'ykda ishlayveradi. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Shu nomerlarga aloqaga chiqsalaring, drabilkalarimizni 1.800.000 dan 2.800.000 gacha qilib beryapmiz. Materiallariga, motoriga qarab.